Oltinning narxini siz dismiss qildingiz, tushmaydi dedingiz. Mana oktyabr oyida oltin narxi bir kunning o'zida 6% cha tushib ketgan. To'g'ri. Bu normal holat. Chunki bu holat oltinni olib, oltinni sotadigan spekulyantlarga tegishli holat. Biz unaqa mamlakat emas, biz spekulyatsiya bilan shug'ullanamiz oltinda. Biz o'zimiz ishlab chiqaramiz va o'zimiz chiqargan oltinni biz bozor narxida oltin olamiz, bozor narxida oltin sotamiz. Bunaqa kichik kolebaniyalar, ya'ni o'zgarishlar juda katta ta'sir qilmaydi. 1700 ga tushib ketadi. Bu gipotetik ssenariy to'g'ri kelmaydi. 80-yilda bo'lgan. Tushib ketish uchun to'xtang. Unda fundamental omillar bo'lgan. O'zidan o'zi bo'lmagan. 80-yillarni ko'rishimiz kerak fundamental omillarni. Ya'ni bugungi oltin narxi keskin tushib ketadigan fundamental omillar yo'q. Shunga e'tibor beringlar. 2008-yilda 3 dan 2 qismini yo'qotgan. 2008-yilda nima bo'lgan? Eslang, nima bo'lgan? Dunyo moliya krizisi bo'lgan. Yo'q, xo'p. 2030-yilda nima bo'lishini biz qayerdan bilamiz? 2027-yilda nima bo'lishini qayerdan bilamiz?